So'nggi yillarda davlatimiz rahbari tashabbusi bilan tadbirkorlik va ishbilarmonlik muhiti yaxshilanib, sohaga keng yo'l ochilmoqda. Yaratilayotgan imkoniyat, sharoitlar nafaqat yurtimiz tadbirkorlari, balki xorijiy investorlarda ham katta qiziqish uyg'otyapti. Natijada ko'plab qo'shma korxonalar faoliyati yo'lga qo'yilmoqda. Hozirgi lavhamizdan mavzuni davom ettiramiz. Toshkent viloyatida chet el kapitali, xususan rossiyalik investorlar ishtirokida 240 ta korxona tashkil etilgan bo'lib, 700 million dollardan ortiq investitsiya kiritilishi evaziga 1000 dan ortiq yangi ish o'rinlari yaratildi. Shuningdek, Toshkent va Moskva viloyatlari korxonalari hamkorligida 6 ta yirik loyihalar amalga oshirilmoqda. Ulardan biri Master Food kompaniyasi tomonidan Ohangaron tumanida tashkil qilingan Kant Favorit mas'uliyati cheklangan jamiyatidir. Loyiha qiymati 15 million dollar bo'lib, korxona meva, sabzavotlarni quritish, qayta ishlash va konservalashga ixtisoslashgan. Ishlab chiqarish obyektining tantanali ochilish marosimida Toshkent viloyati hokimi, shuningdek Moskva viloyati gubernatori ishtirok etdi. Rossiya delegatsiyasi rahbari ikki mamlakat yetakchilari olib borayotgan do'stona siyosat iqtisodiy, investitsiyaviy muhitga ijobiy ta'sir etayotgani, yangi loyihalar ishga tushirilishi aholi turmush farovonligiga xizmat qilishini ta'kidlab o'tdi. Shuningdek, viloyat hokimi va delegatsiya vakillariga korxona faoliyati tanishtirib o'tildi. Jumladan, ishlab chiqarish obyekti 5 gektar yer maydonida tashkil etilgani, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiya hisobiga 300 dan ziyod ish o'rni yaratilgani, loyiha ishga tushirilishi natijasida 10,39 million dollarlik mahsulotlar Rossiya, Ukraina, Ispaniya, Birlashgan Arab Amirliklari va boshqa qo'shni davlatlarga eksport qilinishi borasida axborot yetkazildi. Prezidentlarimiz O'zbekiston va Rossiya Federatsiyasining har bir hududiga umumiy manfaatlarni topish vazifasini qo'ymoqda. Biz Rossiya va O'zbekiston uchun foydali bo'lgan loyihalarni birgalikda amalga oshirishga harakat qilishimiz kerak. Shunga ko'ra, gubernatorlarning vazifasi investorlarni to'liq qo'llab-quvvatlashdan iboratdir. Chunki qiyinchiliklar juda ko'p. Ba'zida yer masalasi, ba'zida infratuzilma, ba'zida esa qimmat kreditlar masalalari yuzaga keladi. Nega biz bu korxonaning rivojlanishida ishtirok etmoqdamiz? Chunki biz O'zbekiston bilan strategik hamkormiz. Bugun bu yerda bo'lishimiz juda yoqimli, chunki investor ishonch bildirdi. U Rossiyadan O'zbekistonga keldi, mablag' tikdi. Eng muhimi, u to'xtab qolmoqchi emas. Uning 2-chi, 3-chi, 4-chi bosqichlari bor. Bularning barchasi hamkorligimizning asosiy maqsadidir. Mazkur korxona ishga tushirilishi natijasida byudjetga 10,67 milliard so'mlik soliq tushumi ta'minlanadi. Bugungi kunda Toshkent viloyatida faoliyat olib borayotgan korxonalar tomonidan joriy yil yanvar-aprel oylarida Rossiya Federatsiyasi bilan tashqi savdo aylanmasi 419 million dollarni tashkil etdi. Jumladan to'qimachilik, elektrotexnika, rangli metallurgiya, meva-sabzavotchilik, kimyo, qurilish tarmoqlarida jami 161,2 million dollarlik mahsulotlar eksporti amalga oshirildi.